Abduqodir Husanov 2025-yilning Osiyodagi eng yaxshi futbolchisi deb topildi. Goalpost nashrining talqiniga ko'ra, u Avstraliya, Indoneziya, Janubiy Koreya, Iroq va boshqa mamlakatlar vakillaridan ustunroq bo'lgan. Shuningdek, Husanov The Athletic'ning reytingida dunyoning 100 ta eng kuchli futbolchisi orasida 86-o'rinni egalladi. Husanovni bu natijalari bilan tabriklaymiz va bundan ham yaxshiroq natijalarga erishishini kutib qolamiz. Qisqasi, Abduqodir Husanov o'z haqida ko'proq video tayyorlashimizga majbur qilyapti. Bunda bizning aybimiz yo'q. 14 yanvarga o'tar kechasida Manchester City mehmonda Newcastle bilan bellashdi. SuperScore talqiniga ko'ra, Angliya Kubogi doirasidagi uchrashuvda eng yaxshi o'yinchi sifatida Abduqodir Husanov topildi. 8.1 ball. Uchrashuvda Manchester City 2-1 hisobda g'alaba qozondi va Husanov City safida eng ko'p himoyaviy harakatlar, hujumning so'nggi 3/1 qismiga paslar va to'pni olib qo'yishlarni amalga oshirib, to'liq 90 daqiqa o'ynadi. 5 ta yer kurashdan 4 tasida va 2 ta havo kurashdan bittasida g'alaba qozondi. Ko'z tegmasin deb qolamiz va sizdan Abduqodir Husanovga bitta salom va bitta like. Videomiz foydali hamda qiziqarli bo'lgan bo'lsa, Ibodat futbol kanaliga obuna bo'lib, kommentariyalarga o'z izohingizni qoldiring.